Oddiy misol. Shunda o'tib ketasiz, ko'chada $100 turibdi, yotibdi ertamanda. Qanday bo'ladi holingiz? Nima qilasiz birinchi ishingiz, bilasizmi? Bu yoqqa qaraysiz. Podstava olmasmi, bu yoqqa qaraysiz. Xo'p, olmay o'tib ketdingiz. Faraz qiling, qiylanasizmi yo'qmi? Nazaringizda $100 ga qancha ishingiz bitardi? Svet to'lab olardingiz. Tovuq yemalardingiz, qo'y yemalardingiz. Xo'p, o'tib ketdingiz. Qiylanyapsizmi? Demak, tushuncha hali johiliy. Sizni shart o'tib ketganligingiz sizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini dalili emas. Olmasdan o'tib ketganligingizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini belgisi emas, iymoningizni quvvatli ekanligini belgisi emas. O'tib ketsangiz ham quvvatsizmi? O'tib ketsangiz ham quvvatsiz. Agar o'tib ketib siqilayotgan bo'lsangiz, siz e'tiqodingizda nima edi? Bu birodar puli bu. Hozir yo'qotib qo'yib, qanaqa dili og'riyapti. O'tib ketib, olgandan ko'ra xursandroq bo'lib keta olasizmi? Alhamdulillah, olmasdan o'tib ketdimi va hech qanaqa